Janob, men shunchaki noutbuk o'ynab o'tirgan edim. Keyin qarasam, suv o'zidan o'zi chiqib ketdi. Ha, bu odatiy hol. Yer tagida suv quvurlari yorilib ketgani uchun suv shunday chiqib qoldi. Ha, boya menga ham quvur ko'ringanday bo'lgan edi. Ha, ana quvur. Voy, ustim ho'l bo'lib ketdi. Endi bu uyni ta'mirlash uchun bir hafta vaqt ketadi. Nima? Bir hafta? Bir hafta вообще ko'p-ku. Men bir hafta qayerda yashayman? Unisini bilmadim-ku janob, lekin bunaqa ishlar hozirda juda ham qiyin va aslida 2-3 hafta ketadi, lekin men sizga bir hafta dedim, chunki bizni hamma narsalarimiz hozir shu yerda va tayyor. Bir hafta endi men qayerda yashayman? Nima qilaman? Nima qilsam ekan-a? Endi hamma narsalarimni olib chiqishga to'g'ri keladi. Uf. Janob, to'g'ri tushuning. Agar men buni tuzatmasam, keyingi qishloqlarga suv bormay qoladi. Shuning uchun tuzatishga majburman. Janob, shunda men narsalarimni olib chiqib ketaymi? Ha, olib chiqib keting, chunki menga kengroq joy kerak. O'shanda yaxshi ishlay olaman. Ha, janob, tushunarli. Unda hozir narsalarimni olaman. Qo'shnimni uyida bir hafta turib turaymikan-a? O'zidan so'rab ko'rish kerak. Hozir janob narsalarimni olaman. Hop, birinchi o'rinda kravatim, noutbugim. Bularni sandiqdagi narsalar bilan olaman. Sekin-sekin. Yaxshi. Hop, boltam va bo'ldi. Ana janob, hozir mana bu verstak va mana bularni ham olib olay hozir. Verstak bilan pechkalarimni ham olaman hozir. Hoppa. Bo'ldi. Mana janob, uy bo'm-bo'sh. Bemalol ish qilishingiz mumkin. Hop, barchaga salom do'stlarim, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangina videomga do'stlar. Ko'rdinglar, hozir usta bilan gaplashdim. Yer tagida suv quvuri yorilib ketgan ekan, shuning uchun uyim suv bosib ketdi. Uyni ta'mirlash uchun bir hafta vaqt kerak deyapti. Bir hafta ichida men kimningdir uyida yashab turishim kerak yoki bilmadim to'g'risi. Nimadir qilaman-da. Hozir qo'shnimni chaqirib ko'raman. Balkim qo'shnim joy berar. Hoy qo'shni. Kim? Kiravering. Salom qo'shni, yaxshimisan? Ha, rahmat, Kompot, yaxshiman. Xullas Jitel, mening uyimni tagida yer tagidagi quvur yorilib ketgan. Shuning uchun uyim suv bosib ketdi. Maylimi senikida bir hafta yashab tursam? Kechirasan, Kompot, to'g'ri uchun yashab tura olmaysan. Axir nimaga? Joy keng-ku. Faqat xafa bo'lma, Kompot. Afsuski, yashab tura olmaysan. Meni to'g'ri uchun xafa bo'lma faqat. Ha, mayli, tushunarli bo'pti, men ketdim. Hop, do'stlar, endi nima qilsam ekan-a? Qo'shnim ham uydan joy bermadi. Nima qilsam ekan-a? Nima qilishni bilmayapman to'g'risi. Ha, bo'ldi do'stlar. Topdim. Men vaqtinchalik uy qurib turaman. Shu vaqtinchalik uyimda yashab turaman bir haftacha, keyin o'zimni uyimga ko'chaman. Vaqtinchalik uyni mana shu yerga qursam bo'ladi. Keyin bu yerdan buzib olib tashlayman. Xo'p, unda do'stlar, men resurslar olib kelay. Xo'p, mana resurslarni ham olib keldim. Xo'p, endi uyni qurishni boshlasam ham bo'ladi. Bizning qishlog'imizda resurslar turadigan joy bor. O'sha yerdan olib keldim do'stlar. Xo'p, mana. Unaqa katta xonali qurishim shart emas. Vaqtinchalik uyga bo'laveradi, kichikroq xona ham. Narsalarim sig'sa bo'ldi. Xo'p, yerni, polni toshdan qilaman. Xo'p, verstakni bu yoqqa, ikkita pechka bu yoqqa. Ana endi yaxshi. Salom, Kompot. Kompot, nima qilyapsan? Salom janob mer. Janob mer, xullas mening uyimda biroz muammolar bo'lib qolgan edi. Shunga vaqtinchalik uy qurib turgan edim. Hop, mana. Hozir janob mer, hozir. Opa. Kompot, kimdan so'rab bunaqa uy quryapsan? Aytyapman-ku janob mer, uyimda biroz muammolar bo'lib qolgan edi. Shuning uchun vaqtinchalik uy qurib turibman. Kimdan so'rashim kerak? Kimdan bo'lardi-da, Kompot? Mendan-da. Bizning qishlog'imizga 9 ta uydan ko'p qurish mumkin emas. Axir nimaga? Xullas, menga shunaqa buyruq berilgan. Undan ko'ra kel, bizda bitta bo'sh uy bor. O'sha uyda vaqtinchalik yashab turasan. Yo'q, bo'sh uy shart emas janob mer. Mana shu yerda yashab turaveraman. Axir bir haftagina-ku, kim ko'radi? Bilib bo'lmaydi-da, Kompot. Shuning uchun uyni buzib tashla. Xo'p, mayli. Do'stlar, endi nima qilaman-a? Janob mer, to'g'risini aytsam, bu uy bo'lmaydi. Axir nimaga, Kompot? Yaxshi uy-ku. Prosta sal o't-bo'tiga qaraysan, bo'ldi. Bir hafta yashasa bo'ladi.
Yo'q, janob mer, to'g'ri tushuning. Bu uy juda ham kichkina va bu uyga ketgan mehnat arzimaydi to'g'risi. Seni esing joydami, kapot? Zo'r uy-ku, qara, faqat shu torlarini olasan va tomini yopib qo'ysang bo'ldi. Juda ham zo'r. Fonini ham o'zgartirasan bo'ldi. Yashab ketsa bo'ladi, kapot. Sen esingni yeb qo'yibsan. Bu uy juda ham zo'r. Yo'q, janob mer, bu uy menga to'g'ri kelmadi. Bu uy juda ham kichkina va bu uyga remont qilganimcha vaqt ketib qoladi. To'g'risi, bu uy menga to'g'ri kelmadi. Agar shunchalik yoqayotgan bo'lsa, sizga zo'r bo'lsa, o'zingiz yashang. Xo'p, mana endi xohlaganingizni yashaysiz. Nimalar qilyapsan? Och, kapot, och. Boring, janob mer. Xo'p, do'stlar, endi nima qilsam ekan, a? Qayerdadir yashashim kerak, axir men ham bir hafta. Ana usta ham bir hafta aytdi. Bir hafta ichida men nima qilaman? Ko'chada yashamayman-ku, do'stlar. Uy qurishga narsalarim bor-ku, lekin qishlog'imizdan uy qursam, mer gapiryapti. Shu mer ham g'irt. Stop. Do'stlar, meni miyamga bir fikr keldi. Mer hali chiqmadi. Sizlar ham men o'ylagan narsani o'yladinglarmi, do'stlar? Do'stlar, meni miyamga juda ham zo'r fikr keldi. Do'stlar, biz xullas daraxtda yashaymiz. Qanday tushundinglar? Biz daraxtda yashaymiz, do'stlar. Bir hafta daraxtning ichida yashaymiz. Ham mer ham ko'rmaydi. Daraxtning ichidan chiqmasdan yashasak bo'ladi. O'zimga sharoit qilib olaman, do'stlar. Sal g'alatiroq-u. Mayli, yashasa bo'ladi. Zatto boriga shukr, yo'g'iga sabr. Xo'p, unda men qurishni boshladim. Xo'sh. Mana do'stlar, o'zimga qulayroq qilib oldim ichkarisini. Endi ichini bezashim qoldi xolos. Mana do'stlar, yashasa bo'ladi albatta. Chunki sal boyagi uyga qaraganda kengrog'i, lekin sal men uchun torrog'i, lekin boyagi uyga qaraganda kengroq. Ha, mayli, endi narsalarni bu yerga qo'yib turaman. Hop, keyin do'stlar, o'zimga uy anjomlarini olib kelishim kerak. Xolodilnik, nabor, kuxni naborlar va boshqa narsalar. Hop, qishlog'imizda unaqa narsalardan ko'p. Hozir bu yerlarga oyna ham kerak. Ha, hozircha yana 1-2 ta resurslar kerak. Qishloqqa borib, sekin mer ko'rmasidan olib kelaman. Unda men qishloqqa ketdim. To'g'ri, men ketdim. Mana do'stlar, olib keldim. Naborlar va keyin naborlar va boshqa resurslarda, do'stlar. Xo'sh, bu narsalarim turibdi joyida. Xo'sh, bu chiqib kirishimizga eshik. Yaxshi bo'ldi. Endi uchib ketavermayman o'sha yerdan yursam. Xo'sh, endi oynalarni qo'yishim kerak. Hop. Do'stlar, hozir ko'rasizlar. Oynalarni ko'rsam, uy yanada yorug' va yanada chiroyli ko'rinadi. Hop, mana do'stlar, oynalarni ham qo'yib oldim. Mana do'stlar, endi men bu oynalardan bemalol ko'chalarni tomosha qilsam bo'ladi. Xo'sh, endi do'stlar, endi nimalarni joylashtiraman? Hop. Endi bu narsalarni olib turaman. Hop, pechka, kravat va verstagimni joylab kelaman. Keyin qolganlarini joylasam ham bo'ladi. Birinchi o'rinda shu narsalar muhim. Hop. Do'stlar, men o'ylab kravatimni mana shu yerga qo'yishga qaror qildim, chunki bu yerdan ertalab uyg'onaman va oynadan tabiatga qarayman va juda ham maza qilaman, ya'ni yengil tortaman, do'stlar. Xo'sh, pechkalarni bittasini boshimga qo'ysam sal g'alati-yu, mayli. Hozir joy torligi uchun majburman qo'yib turishga. Hop, endi verstakni bu yoqqa, endi bu gilamlarni bu yoqqa ishqib yetsinda hammasiga. Stop. Har doimgidek bitta qolganda yetmay qoladi. Shunaqa bir bugun omadsiz kun bo'ldiki. Hop, mayli. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Hop. Mana gaz plita va naborchik va to'g'rash uchun asboblar. Hop. Ya'ni sabzavot to'g'rash uchun. Bularni birinchi buni qo'yib olay. Hop. Bo'ldi, ana issiq suv, sovuq suvni ham o'rnatdim. Endi pichoqlar va ovqat pishirish uchun kerakli jihozlar. Endi jihozlar emas, ya'ni qoshiq, vilka, xullas boshqa narsalar. Xo'p, endi bu dushni bu yoqqa va tualetni bu yoqqa. Stop. Tualet va yotoq. Mayli. Hech qisi yo'q.
Joy tor, shuni o'ylashim kerak. Hop, endi bu yerda mazza qilib cho'milsam bo'ladi. Bir hafta mazza qilib yashayman, xolos. Bu yerdagi narsalarimni olib olaman. Hop, endi qolganini tepada ham joylashtiraveraman. Hop, endi sandiqni qayerga qo'ysam ekan? Mana bo'ldi. Stop. Men bularni qo'yib qo'yaman. Men notebookimni ham joylashim kerak. Bu yoqqa qo'ysam pechkaga g'alaq qiladi. Nima qilsam ekan? Pechkani olib tashlayman do'stlar, chunki bu yerda ham pechka bor, bu yerda gaz plita bor. Menga yetadi shu ikkalasi. Hop, endi bu yerga bitta yog'och va bu yerga ham bitta. Endi bu yerga notebookimni qo'yaman va hammasi zo'r bo'ldi. Xo'sh, endi narsalarimni bu yoqqa joylab, menimcha hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Endi hammasi o'zimga qulay do'stlar. Sizlargacha uy yoqdimi? Menga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Hop, endi nima qilaman? Bo'ldi. Menimcha boshqa ishlarim qolmadi. Hop, sekin pastga tushaman va mana shunday turadi uyning ko'rinishi. Yondan kelgan odamga umuman bilinmaydi va uzoqdan qaragan odamga ham. Xo'sh, uy cho'tki, uyga gap yo'q. Menga yoqdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlar aytinglar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Mana shu yerda mazza qilib kompyuter o'ynayman va yotaman, yeyman, ichaman. Shunaqa qilib bir haftani o'tkazaman. Bo'pti do'stlar, video shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar. Sog' bo'linglar. Xayr.